Tilla olmang, tilla tushib ketadi. Dollar oling uni o'rniga, yo'qmasa uy-joy, mashina oling, foyda qilasiz. Deyapkanlarga bekorlarni 5tasini aytibsiz. 2004-yildan beri mana shu sohada ishlayman. Tilla ko'tarilsa ko'tarilganki hech vaqt tushmagan. Ilgari $100 pulga 15 gram, 14 gram tilla kelardi, bilardim. Hozirgi kunda 1 gram ham tilla bermayapti. O'sha tillani hatto $13 bilamiz. Hozirgi kunda $145 ham o'sib ketdi. Har yili ko'tarilsa ko'tariladiki, tilla tushmaydi. 2 qadam oldiga, 1 qadam orqaga. To'g'ri, ozgina muddat to'xtab turishi mumkin, lekin hech qachon oldingi holatiga yo bo'lmasa oldingi holatdan ham pastiga tushmagan. Kerak bo'lsa, dunyo milliarderlari ham pulini tillada saqlashga urinadi. Eng inflyatsiyaga chidamli narsa bu oltin bo'ladi. Kerak bo'lsa, ko'chmas mulkdan ham oltinni ko'tarilishi yuqori bo'ladi. Kommentariyalarda o'qib o'tiribman, tilla tushib ketadi, ertaga 2 yildan keyin u bo'ladi. 2 yil bo'ldi, ko'tarilganiga 1 yil bo'ldi. Sezilarli darajada o'sdi tilla. Lekin oldin yiliga 10, 15, 20% gacha o'sardi. Hozir 2 yil ichida 35, 40, 50% gacha tilla o'syapti. Yana o'sadi. Chunki hozir dollar chiqaryapkanlar, ham tilla olyapkan. Tilla oling, pulingizga pul qo'shilsa qo'shiladiki, yutqizmaysiz.